grammatika ko'ramiz. Iga issoyo opsoyo grammatikasini ko'ramiz. Yangi grammatika bu. Bu grammatika qachon ishlatiladi? Bu grammatikaning ma'nosi bor yoki yo'q deb tarjima qilsak bo'ladi o'zbekchada. Issoyo bor degani. Bu yoqdagi opsoyo degani yo'q degani. Ya'ni bular itta, opta so'zlaridan yasalgan, qo'shilgan bu oyo grammatikalari qo'shilgan. Endi buni biror bir narsa bor degan ma'noda aytsak bo'ladi. O'zbekchada bor yoki yo'q so'raganda xuddi oldingi o'tgan grammatikalarimizga o'xshab ovozni ko'taramiz. Javob berganda ovozni tushiramiz. Unchalik qiyin grammatika emas, oson. Bu yerda misolni ko'radigan bo'lsak, Usani issoyo deyapti. Savol beryapti. Usani issoyo. Anyo opsoyo. Savol berganda ozgina shu savolga o'xshab ovozni ozgina ko'taramiz. Usani issoyo. Anyo opsoyo. Zo'ntigingiz bormi deyapti. Savol beryapti. Yo'q. Mana bu inkor qilyapti. Mana yo'q deyapti. Bu gapda yo'q. Yo'q, bu gapni inkor qiladi-da, undan keyin mana bu zo'ntik yo'qligini aytyapti. Bu ham yo'q deb ketsak bo'ladi. Bu faqat inkor qilyapti. Inkordagi yo'q. Endi bu yoqdagi misollarni ko'radigan bo'lsak, oldin bu ishlatilishini ko'rib ketamiz. Ishlatilishi qanaqa bo'ladi? Mana bu yoqda ko'rsak, boshida nounga qo'shilyapti, ga, otga qo'shilyapti, ya'ni. Endi agar otimiz so'z undosh bilan tugasa, i qo'shamiz ekan. Agar unli bilan tugasa, ga qo'shamiz ekan. Bu yoqda misollarni ko'rib ketadigan bo'lsak, birinchi misolimiz namjachinguga issoyo. Namjachinguga issoyo. Savol bersak bo'ladi. Agar gapimiz darak bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatda qolsa bo'ladi. Mana bu yoqda u unli bo'lganligi uchun ga qo'shilyapti. Ga qo'shilyapti. Endi kengasini ko'radigan bo'lsak, namjachinguga opsoyo. O'g'il bola yigitim yo'q deyapti. Endi bunda ham mana xuddi shunaqa. Endi kengasini ko'radigan bo'lsak, Usani issoyo. Zo'ntigim bor deyapti. Endi bu yoqda patchimni ko'radigan bo'lsak, n kelyapti. N bizda undosh harf bo'lganligi uchun i qo'shamiz. I qo'shib ketyapti. Endi kengasini ko'radigan bo'lsak, Usani opsoyo. Zo'ntigim yo'q. Bunda ham xuddi shunaqa mana. Undosh bo'lganligi uchun i'ni qo'shyapmiz. Bu yoqda pogi berib ketgan. Yonsibni ko'radigan bo'lsak, pogi vakachi chinguva yagi bo'lsa-yo. Mana buni ko'rib deyapti. Do'stingiz bilan bir mashq qiling, gaplashib ko'ring deyapti.
Buni o'zlaring hissalaring bo'ladi. Bir mana bu yerda tushuntirib ketadigan bo'lsak, Tongjon Issoyo deyapti. Tanga bormi deyapti. Ne Issoyo? Ha, bor deyapti. Tongjon degani tanga. Bu yerdagi apparatni ishlatish uchun tanga kerak bo'ladi. Koreyada ko'pchilik hozir karta bilan olsa bo'ladi, lekin tanga ishlatish haligacha bor. Tanga orqali bunaqa narsalarni avtomatik sotib olsa bo'ladi. Endi bu yerda i'ga qo'shilmayapti, ko'radigan bo'lsa. I yoki ga yo'q bu yerda. Nimaga sabab? Chunki ko'cha uslubida, ko'chada gaplashib, ko'cha uslubi borku, gaplashganimizda masalan ko'cha tilida bu grammatikani ishlatmaydi ko'pincha. Shunchaki Tongjon Isso deydi yoki Tongjon Issoyo do'st bo'lganligi uchun shunaqa holatda ishlatsak ham bo'ladi buni grammatikani. Lekin buni ishlatsak bu grammatik to'g'ri. Bu muammosi yo'q. Buni ishlatsak bo'ladi. Lekin buni ishlatmasdan turib ko'cha uslubida gaplashsak ham bo'ladi. Shuni bizga aytib ketyapti. Misol qilib. Misol uchun birinchini ko'radigan bo'lsak mana. Cha Isso, masalan ko'chada gaplashganimizda biror bir karis tengdoshimiz bilan Cha Isso, Chao Pso, kroke shunaqa gapirsak bo'ladi. Keyin esa telefon, handphone Issoyo, mana shu narsani yo'qolib kelib turib gapirsak bo'ladi, muammo yo'q. Ne Isso bu yoqda ne Issoyo deb gapirsak bo'ladi javobida. Yoki yo'q bo'lsa anyo opsoyo deb javob qaytarsak bo'ladi. Endi rasmiy uslub, norasmiy uslub degan narsalar bor-da. Lekin xato emas bu usul. Ko'chada asosan ishlatiladigan bu, lekin yozganda boshqa bir keyinchalik imtihon topshirganda bu grammatikalar bizga kerak bo'ladi. Endi bu 3-chi, 4-chilarda, 5-chilarda o'zlaring ko'rib ketasizlar. Mashq qilib ko'rasizlar o'zlaring. Endi bu yerda so'zlarni ko'radigan bo'lsa, namjachingu. O'g'il bola do'st. Endi bu tanga. Cha. Bu mashina. Bu koreys tili. Hamma o'rganyapti turgan til. Koreys tili. Bu do'st mana chingu. Uyda chingu. Qiz bola do'st. Qiz bola do'st. Bu yerda ozgina mashq qilib ko'radigan bo'lsak, i'ga Issoyoni ko'ramiz birinchi. Birinchi gapda aytyapti. Chegi Issoyo, kitobingiz bormi? Yoki Cheg Issoyo, kitob bor. Muri Issoyo, suv bormi? Muri Issoyo, suv bor.
Sagoga 있어요? olma bormi? Sagoga 있어요. olma bor. 친구가 있어요? do'stim bormi? do'stingiz bormi? deb so'raganimizda 친구가 있어요 deb javob qaytarsak bo'ladi. kompyuterga 있어요? kompyuter bormi? yo'npir 있어요? so'roq yasaydigan bo'lsak, so'roq shaklida yasab ketyapman. So'roq darak shaklini yasab ketyapman. Masalan, yo'npir 있어요? qalamingiz bormi? qalam bormi? yo'npir 있어요? qalam bor. chonvagiga 있어요? Bu telefon apparati deb tushunsak, bu yerda ham telefon ko'rdik. Adashmasam, mana handphone. Bu ham telefonga kiradi. 8 ga ko'radigan bo'lsak, gabangi 있어요. sumka bor. sigaga 있어요. soat bor. yoki so'roq yasamoqchi bo'lsak, shigiga 있어요? savol yasaganimizda. 10-ni ko'radigan bo'lsak, 고양이가 있어요. mushuk bor. Endi agar yo'q demoqchi bo'lsak, nimadir yo'q deganimizda qanday yasaladi? 책이 없어요. kitob yo'q. 물이 없어요. suv yo'q. sagoga 없어요. olma yo'q. 친구가 없어요. do'stim yo'q. kompyuterga 없어요. kompyuter yo'q. yo'npiri 없어요. qalamim yo'q. qalam yo'q. cho'nvagiga 없어요. telefon yo'q. gabangi 없어요. sumka yo'q. shigiga 없어요. soat yo'q. go'yangiga 없어요. mushuk yo'q. Xuddi shu holatda ishlatamiz bu grammatikani. Unchalik qiyin joyi yo'q, faqat o'rganib, ozgina mashq qilib ko'rsalaring bo'ladi. Bu yog'ini keyingi darsda ko'rib ketamiz, xudo xolasa.